Hammaga salom. Aytishadiki, dushmanni yaqindan tanigan, yaxshiroq bilgan yaxshi. Shunday ekan, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bo'lmasa siz zararsiz jonzot bilan o'limga olib keladigan xavfli hayvonni qanday farqlay olasiz? Bugungi videomizda ko'p sonli obunachilarimiz talabiga binoan dunyodagi eng zaharli o'rgimchaklar haqida so'zlab beramiz. Umid qilamanki, hech kimga bunaqa zaharli o'rgimchaklar bilan to'qnash kelish nasib etmaydi. Ha, aytgancha, agar siz o'rgimchaklardan qo'rqsangiz, videoga bitta like bosib qo'yishni unutmang. Ko'ramiz bizga o'xshagan bu maxluqlardan qo'rqadiganlar qancha ekan. Olti ko'zli qum o'rgimchagi. Bu olti ko'zli qotil bir qaraganda hech ham zararli deb o'ylamaysiz. Bu yoqimtoy o'rgimchak qanday qumga yashirinib olishini qarang. Nahotki bu uyalchang jonzot shunchalik xavf tug'diradi. Afrikaning janubida yashovchi olti ko'zli qum o'rgimchagi haqiqatda ham o'ziga e'tiborni tortishni yoqtirmaydi. Bu maxluq ko'p vaqtini toshlarning tagida, daraxtlarning tomirlari orasida o'tirishni xohlaydi. Bu yashirinishga ham unga kamlik qilgandek, yoki ustiga qum sepadi, yoki butunligicha qumning ostiga ko'milib oladi. Nahotki u shunchalik odamlardan qo'rqadi deb o'ylashingiz mumkin. Ishonavering, bu olti ko'zli maxluq hech kimdan qo'rqmaydi. U shunchaki professional killerlardek tinch va sezdirmay harakat qilishni yaxshi ko'radi. Toksikologik tadqiqotlar natijasiga ko'ra, uning zahari kuzatuvlar tarixidagi eng xavfli deb tan olingan. U tanadagi hujayralarni va qon tomirlar devorlarini buzadi. Ko'plab ichki qon ketish va to'qimalar nekrozini olib keladi. Bonus sifatida qum o'rgimchagining chaqishiga antidot hali ishlab chiqarilmagan. Xursand qiladigan shuki, bu tur haqiqatdan ham uyalchang, odamga hujum qilishning atiga ikki holati uchragan. Ular ham rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Shunchaki bejonzotni ortiqcha bezovta qilmagan ma'qulroq. Seklosmiya. Bu ajoyib ko'rinishdagi o'rgimchakning qorin qismida hatto o'rgimchaklar sinfiga noodatiy bo'lgan, muhrga o'xshagan narsasi bor. Bu muhr o'lik siyoh bilan qoplangan, tahdid bilan to'la. Lekin bu turdagi o'rgimchaklarning o'ziga xos xususiyatidir. Ushbu naqshli pechat ularga siz o'ylagandek hujum qilish uchun emas, aksincha himoya uchun kerak xolos. Bu o'troq holda yashovchi o'rgimchakning asosan turli xil mayda chuqurlarda va yoriqlarda istiqomat qiladi va chaqirilmagan mehmonlarni jin suymaydi. Ularni o'zini himoya qilish uchun uyasiga kirish joyini zaharli siyoh bilan qoplangan, muhrga o'xshash tikanlar bilan o'ralgan qopqoqni ishlatadi. Bu o'rgimchaklar o'zining tajovuzkor tabiati bilan ajralib tursa-da, inson hayotiga xavf tug'dirmaydi. Sidney xun o'rgimchagi. Nomidan ma'lumki, bu o'rgimchak Avstraliyada yashaydi. Xo'sh, kim shubha qilsa, bu qo'rqinchli ko'rinish uni himoya qilish uchun kerak emas. Bu o'rgimchak sizga faqat yomonlikni xohlaydi. Qum o'rgimchaklari deyarli odamga hujum qilmasa-da, lekin bu Sidneylik o'rgimchakni eng zaharli o'rgimchak sifatida Guinness rekordlariga kiritilgan. Bu maxluq hujum qilishi uchun sabab kerak emas. U har doim hujum qilishga tayyor. U orqa oyoqlari bilan turadi va tishlarini ko'rsatadi. Ular juda kuchli va uzun. Hattoki tirnoq plastinkasini ham teshib o'tishga qodir. Uning zahari o'ta xavflidir. Darhol tibbiy yordam olmasangiz, juda yomon oqibatlarga olib keladi. Eng qizig'i, o'rgimchak siz bilan kasalxonagacha borishi mumkin. Chunki u odatda o'z qurboniga yopishib oladi. Agar silkitib tashlanmasa, osonlikcha qo'yib yubormaydi. Agar Avstraliya tomonlariga borishni xohlagan bo'lsangiz, bu ma'lumotlarni esdan chiqarmaganingiz ma'qulroqdir. Braziliya sayohatchi o'rgimchagi. Bu hayvon bemalol Sidneylik birodariga raqobatchi bo'lishi mumkin. Guinness rekordlari kitobining 2010-yilgi nashrida 8 oyoqlilarning eng zaharli vakillari sifatida kiritilgan. Sizning oldingizda sayohatchi o'rgimchak. Rozi bo'lavering. Uning nomidan ma'lumki, sizga yaxshilikni va'da qilmaydi. Ikkita xabar bor. Yaxshisi, u birinchi bo'lib hujum qilmaydi. Yomoni esa u hech qachon o'tirmaydi va uylarga kirib, shkaflarda yashirinishni yaxshi ko'radi. Shunday ekan, u sizga hujum qilmasa ham, siz uni tinchini noxosdan buzib qo'ysangiz, bu sizga qimmatga tushishi aniq. Odamlardan tashqari bu o'rgimchaklar bananlarni ham xush ko'radi. Mevalarni tanovul qilishdan oldin mevalarga bir nazar tashlab qo'yishni unutmang. O'rgimchak zahari mushaklar nazoratini yo'qotishga olib keladi. Keyinchalik nafas olishni to'xtatadi. Bu esa falajga olib keladi va 85% hollarda yurak faoliyatini to'xtatadi. Samarali antidot uzoq vaqtdan beri ishlab chiqilgan. Eng asosiysi kasalxonaga o'z vaqtida yetib borish. Jigarrang hermit. Bu olti ko'zlik bolakay Amerikaning sharqida uchraydi va inson tomonidan o'zgartirilgan muhitda o'zini ajoyib his qiladi. Shu bilan birga uni aniqlash oson emas. Uni oyoqlari uzunligi bilan birga hisoblaganda 6 dan 20 mm gacha yetadi. Jigarrang hermitning chaqishi og'riqsiz bo'ladi, lekin oqibatlari juda yoqimsiz.
Bu o'rgimchaklar oilasining eng zaharli vakillaridan biri hisoblanadi. O'rgimchak chaqishi terining o'limiga olib keladi va agar vaqtida yordam ko'rsatilmasa, nekroz diametri 25 sm gacha yetishi mumkin. Tiklanish jarayoniga esa 6 oy ketadi. Agar teri osti to'qimalari shikastlangan bo'lsa, tuzalish 3 yilgacha cho'zilishi mumkin. Agarda siz ermit yashash joyida yashasangiz va o'zingizni bunday hollardan uzoqroq tutmoqchi bo'lsangiz, to'shaklar va kiyim-kechaklaringizni diqqat bilan tekshiring. Chunki bu o'rgimchaklar ko'pincha o'sha yerga yashirinishadi. Bo'ri o'rgimchak. Bu o'rgimchak o'z nomini g'ayritabiiy hayot tarzidan olgan. Bo'ri o'rgimchaklar boshqa o'rgimchaklardek to'rt o'qimaydi. Ular o'z o'ljalariga pistirmadan hujum qilishadi. Hatto o'rmon orqali uni ta'qib qilishlari ham mumkin. Va o'lja izlab bir hududdan boshqasiga sayohat qilishadi. Va Antarktidadan boshqa hamma joyda uchratishingiz mumkin. Shunday ekan, ulardan biri sizning orqangizdan tushish imkoniyati juda yuqori. Ko'pchilik bo'ri o'rgimchaklarining chaqishi xavfli emas, tirabek turlaridan tashqari. Ularning zaharidan uzoq vaqt davom etadigan bosh og'riq, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashishi va ko'ngil aynishi kuzatiladi. Bu holatda shifokorga uchrashing. Albatta, ungacha sizga bu mahluqlarning butun to'dasi yetib olmasa. Metal tarantula. Bugun biz siz bilan tashqi ko'rinish aldamchi ekanligini bilib oldik. Bu ajoyib tarantulani ko'ring. Haqiqiy san'at asariga o'xshaydi. Ko'rinishiga qarab uni xavfli deb o'ylamaysiz ham. Agar siz bu tarantula oilasining eng yorqin vakilining rangidan tushunib olmagan bo'lsangiz, hech bo'lmasa uning o'lchamlari sizni ogohlantirsa ajab emas. Bu o'rgimchakning oyoqlarining uzunligi 16-17 sm. Bundan tashqari u yaxshigina atlet ham. Juda tez yuguradi va balandga sakray oladi. Uning zahari ma'lum bo'lgan barcha tarantulalar orasida eng kuchlisi sanaladi. Metal tarantulaning chaqishi kuchli og'riq, muskullar so'ldirgisi va uzoq vaqt zaiflikni keltirib chiqaradi. Alomatlari 2-3 hafta davom etadi. Ba'zi hollarda ta'siri bir necha oyga ham cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bu o'rgimchakni uzoqroqdan tomosha qilgan yaxshiroqdir. Qora beva. Ehtimolsiz allaqachon hamma eshitgan eng mashhur zaharli o'rgimchak qayerda deb kutishdan charchagandirsiz. Yaxshi, gaplashish vaqti keldi. Allatrodoctus bu turni aynan shunday deb atashadi. Qora beva. Bu yirtqichning dahshatli qiyofasi shu qadar ma'lumki, qizil, qumsoat naqshli qora tanani ko'rishingiz bilan darhol qochishga tushasiz va to'g'ri ham qilasiz. Bu mitti o'rgimchakda g'ayritabiiy kuchli zahar va keyinchalik esa o'ziga qaramlilikni keltirib chiqadigan neyrotoksin bor. Chaqishi bolalar va qariyalar uchun o'limga ham olib kelishi mumkin, lekin hatto katta odamlarga ham chaqish osonlikcha kechmaydi. Yarim soat ichida chaqqan joyida kuchli og'riqlar boshlanadi. Keyinchalik ko'krak qafasi va qorin qismiga o'chadi. Bundan tashqari bularga sudurgi, vahima va nafas olish qiyinlashuvi qo'shiladi. Eng qo'rqinchisi bu og'riqlarni qoldiradigan samarali antidot mavjud emasligi va bunday azobga kamida 12 soat chidashingizga to'g'ri keladi. Jigarrang meva, Lotrodoctus. Afsuski, bu tur faqat qora qotillar bilan chegaralanib qolmagan. Jigarrang yoki tugmacha o'rgimchak bu qora bevaning ukasi. U undan ham kichikroq va odamlarga zaharining ta'sir qilishi unchalik xavfli emas. U odatda chaqqan joyi va atrofdagi teri to'qimalari bilan chegaralanadi va butun tanani qamrab olmaydi. Ammo bu uning zahari kuchsiz ekanligidan emas, balki u yetarlicha zahar yubora olmasligi uchun sodir bo'ladi. Umid qilamanki, u bu qobiliyatini kuchaytirmaydi. Lotrodoctus Janubiy Afrika, AQShning janubida, Yevropa va hattoki Yaponiyada ham uchraydi. Tadqiqotchilar uning yanada xavfliroq qora tanli qarindoshini siqib chiqarayotganligiga ishonishmoqda. Albatta, bu ikkalasi ham yer sharini tark etgani yaxshi bo'lardi menimcha. Qizil beva Latrodoptus o'zining taniqli birodarlari orasida unchalik yaxshi o'rganilmagan. Bu yoqimsiz o'rgimchak orqali tabiat bizni ayagandek. Bu qizil bevani faqat Florida yarim orolining qumli qarag'ay barglari orasida uchratishingiz mumkin. Yana kim biladi, bu tur ham o'zining yashash joyini kengaytiraman deb sayohatga chiqmasa. Hozirchalik bu narsa bo'lishi qiyin. Umuman olganda ular odam bilan aloqaga kirishmagan va hech qayerda u o'rgimchak chaqishi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilmagan. Ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uning zahari jigarrang qarindoshinikidan 5 baravar kamroq, lekin baribir kuningizni buzishga yetadi. Hozirchalik bizda shular. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosing. Bundan-da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hamda kommentariyada yana qaysi mavzularda video qilishimizni xohlashingizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar,
Xayr, sog' salomat bo'ling.